Uyghur Abdunum rayonluq partikomining sekretari Ma Xingrui 21 aprel kuni Xitoy Kompartiyasining organ gazeti bo'lgan Xalq gazetida maxsus maqola e'lon qilib, Xitoyning Uyghur rayonidagi navbatdagi siyosiy strategiyasi va uning konkret halqalarini sharhlagan. U universal davlat xavfsizligi nuqtai nazarini cho'nqur izchillashtirib, Xinjiangning ijtimoiy muqimligi va abadiy aminligini Mustahkam kapolatga ega qilayli nomliq bosh maqolasida Xinjiang Uyg'ur Abdunum rayonining ijtimoiy muqimligi va uzun muddatlik aminligi, islohot, taraqqiyot, vatanning birligi, millatlar ittifoqligi, davlat xavfsizligi va Jonghua millatining buyuk gullanishidan iborat zo'r strategik qurilishlar bilan zich munosabatlik deb ko'rsatgan. U maqolasida Uyg'ur rayonida hozirgacha ijro qilinayotgan atalmish terrorlik, oshqunlik va bo'lginchilik qarshi yuqori besimli siyosatlarni bo'shashmay davomlashtirishning zarurligini ta'kidlagan. Ma Xingrui maqolasida strategik tafakkur orqali davlat xavfsizligini planlash va o'rnaштirish, siyosiy qonun tafakkurini qo'llanish orqali siyosiy bexatarlikni qo'g'dash, sistemalik tafakkur usuli orqali sirtqi kuchlarning singib kirishining oldini olish, dialektikalik tafakkur qo'llanib, taraqqiyot bilan bexatarlikni moslashtirish, eng tuanchak, ya'ni qizil siziq tafakkurini qo'llanib, xatarning oldini olish va xirisni yo'qotish qatorliq 5 nuqta bo'yicha Xitoyning Uyg'ur rayondagi siyosiy strategiyasini sharhlagan. U maqolasida mundaq deb yozgan: Xinjiang davlatimizning g'arbiy shimoldagi muhim bexatarlik to'siqi, Xinjiangning alayida strategik o'rni va alayida masalalari mavjud. Shunga Xinjiangda xizmatlarni yaxshi qilish intayin muhim. Biz Xinjiang xizmatini strategik nuqtadan ko'zdan kechirish va planlashda ching turishimiz. Jonghua millatining buyuk gullanishidan iborat bu umumiy nishonning umumiy strategik vaziyatini inchik kuzatishimiz. Dunyodagi yaqinqi bir asr ko'rilib baxmagan zo'r o'zgarishlarga ahamiyat berishimiz kerak. Xinjiangda davlat bexatarligini qo'g'dashning har qaysi taraflari va butkul jarayonlarini astoydil o'rnashtirib, davlat xavfsizligi mas'uliyat sistemasini qattiq yo'lga qo'yishimiz kerak. Ma Xingrui maqolasi deganda, hozircha Uyg'ur rayonida elib berilgan keng ko'lamlik tutqun, qayta tarbiyalash nomidagi lagerlarga sulash harakatini qat'iy davomlashtirishni va uni qonuniy asosga ega qilishni ta'kidlab, mundaq deb yozgan: Xinjiangda qonun bilan idora qilishni Xinjiang xizmatining barliq sohalarida yo'lga qo'yib, milliy bo'lgunchi, diniy oshqun va zo'ravon terrorlik kuchlarini qonun bo'yicha qattiq bostirib, Xinjiangning muqimligi va jamiyatning bexatarligini qat'iy qo'g'dishimiz kerak. Bo'lgunchilik qarshi turish kurashini cho'nqur qanot yaydirib, Xinjiangning bo'lgunchilik qarshi turish kurashining uzun muddatlik, murakkab va jafoliq mohiyatini cho'nqur tushunib, butkul jamiyatda bo'lgunchilik qarshi turish tarbiyasini davomli cho'nqurlashtirib, sirtqi kuchlarning singib kirishining oldini olishimiz va uningga zarba berishimiz kerak. Davlat ichi va sirtidagi dushman kuchlarning millat, din masalalarini dastak qilib, bo'lgunchilik, singib kirish va buzg'unchilik harakatlarini elib berishiga qat'iy qarshi turishimiz kerak. Chet ellardagi Xitoyga qarshi kuchlarning Xinjiang orqali Xitoyni kontrol qilish planiga qat'iy qarshi turib, davlatning egilik huquqini qo'g'dishimiz kerak. Ma Xingrui maqolasida yana Jonghua millati o'rtaq gavdasi, davlat tili, millatlarning yo'g'irilishi va anarning danasidek zich uyushish degandek bir qator siyosiy terminlarni ishlatib, rayondagi assimilyatsiya siyosatini davomli kuchaytirishni, islom dinini xitoylashtirishdan iborat Kompartiyaning din siyosatini yanama chingitishni talab qilgan. Chet ellardagi kuzatuvchilar Ma Xingruining Xalq gazetida e'lon qilgan bu maqolasiga jiddiy qaramoqda. Ular Ma Xingruining bu maqolasi Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi siyosiy strategiyasining ich yuzini aniq ko'rsatib bergan deb qarashmoqda. Ular yana Ma Xingruining bu maqolasi Uyg'ur rayonining vaziyatida bundan keyin qilchimi yaxshilanish bo'lmaydiganligi, aksicha rayondagi keng ko'lamlik tutqun, qayta tarbiya va assimilyatsiya qatorliq yuqori besimli irqiy qirg'inchilik siyosatlarining texmo keng ko'lamda yurgizilganligidan derak berdi deb hisoblamoqda.